eskici aile elektr uskunlari. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan Shinjon televiziya stansiyasi, Shinjon Qo'yi madaniyat tarqitish shirkati, Shinjon Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkordosh bo'lib sungan cho'ng tutga san'at programmasi, Obida Yipak yo'li san'at programmasi. Diyarimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Shinjon Obida biopantexnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Albatta, bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programımız bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjon Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, programmamizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjon Kamron Sodachak shirkati 120 ming qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci dərəcəyə erişən mahirimizni diyarımız içimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suvi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Shinjon Obida biopantexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü dərəcəyə erişən mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjon Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Shinjon Mo'tabar Sodachak shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ben Akbar Ahad bo'laman. Aqsuv viloyati Kaltin nahiyasidan keldim. Meniki yaxshi ko'radigan naqshlarim bo'lsa, ommabop naqshlar, xalq naqshlari, muqam. Mening bu qitim shu Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashdagi maqsadim bizning shu Nailadagi san'at maktablarida ishlayotganlar asosan bizning shu sani chiqishimiz yezi qishloqlar bilan cheklanib qoladi. Shuningdek biz bu qatam biz Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib, qanchalik saviyarimizning borligini bir tunib yetish maqsadida bu programma qatnashib keldik. Ey dünya sendin tilgin şudur mertna merken muhtaç kılmadı nimmetin bergin mertnin rızkını Hepnin ahekke muhtaç kılmadı Namekkün rigidin asla ötmegin Onun dim yakşilik insaf bitmegin Seherki kollar edim sen cay işmegin On kolne çep bolgan muhtaç kılmagin Bu dünyanın sihri karameti zordur İşkinin xənciri yüreğe oxdu Güzellerden vapa körgini azdı Aşkinin bir vapaga muhtaç kılmadı Güzellerden vapa körgini azdı
bevafaga muhtaç kılmagın On perzat bakalmazken yalnız atını Yalnız ata güldek bakar 5-10 bağını Tilleymiz tilleyliz yer ve asman diyen Atını balığa muhtaç kılmagın Tilleymiz tileyli yer ve asmandır Atını balığa muhtaç kılmagın Atını balığa muhtaç kılmagın Muhtaç kılmagın Çamgur makanı kelpinden kelgen Ekber Ahad'dan hemmanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Ekber o'zingiz qayerda ishlaysiz? San'at o'migida. Ha. Muzik kasb bilan shug'ullanaman. Bosh og'riq yo'qda, ha? Ekber shu xizmat qatnashqili qanchalik bo'ldi? Hozir 10 yil bo'ldi. 2006-yili bitiriblam shu san'at o'migiga taqsim qilingan. Hozirgacha shu 10 yil bo'ldi ishlayapman. Ovozingiz izchil mushtaqmi yo bir necha kunda mushtaq bo'lib qoldimi? Ya amma bu yo'rimchining ovozi chaldimi? 3-4 kun bo'ldi shu gelimsel xırildi bo'ldi. Ha, azroq ashunda bir ish bor. Bizning hamda yerda men asosliqcha bu xalq naqshlari bilaroq Aytishim yetishim shundaroq naqshlar hamda tog' mashrablari yo'qcha. Ha. Tog' mashrablaridan bir necha misra aytib berasiz? Ariye. Bo'ladi. Ha. Bu çınayge çınayey çıkma yeri hem şahiye sunayey Şak sungan diyen kim bulbul kilip vay nege kunayey ey 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 Örülmegenimge pişayman kıldım. Gerçekten. Jiq dap bilan, ha? Jiq dap bilan. Bir dutta 15 dap bilan çaldık. Man akşam dolan yıkırakmın bu ekin. Ha, kelpin bilan dolarlıqlar yaqin qo'shni keldi. Ancha-muncha bir yerlari bor. Ha, muhtaç bolmagın degan man akşının deslik kısmıda, başlanışıda biraz oduq şu var. Andan keyin fraksiyonları tazı durus chiqmadi. Ama siz birinci kabul tugapti, ikkinchi kabulga kelganliklar o'zingizni qo'yib aytdingiz. Oxirgi kelgicha nayt ravam ma'noda keyingi qismi. Oldi qismida azroq ovozning qiyishi, turaqsiz emas, qayga yer emas, desimidicha ba'zi fraksiyonlari. Endi ki mushu naqshi Abdullah mening bir bak yaxshi ko'raman. Rahmatlik Akram ishlagan qo'mizlik. So'zi Muxtar Bo'ronimi? Yo'q. Abdurim Abdullah'ның. Abdurim Abdullah'ның. Endi müştiksin tamashibullarmi tahlil qilib boqsin. Atını balığa muhtaç qilmag'inga yer tazliydan berdilar. Buni hamda nima uchun shoirning boshqa bir fikrlar bo'lishi mumkin. Balkim atalar mangu shu balani qo'g'dab, bali 3 yilda jon berib o'tdi emasmi? Balimizga kelganda endi garchi atalar yana balığa ehtiyoj bo'lsa-mu, farzandlarimiz yana musha tabiiy qonuniyat bo'yicha balasi uchun harakat qilgan gapga. Ammo ota shu vaqtida nima his qildi desa, o'zimizning kunni o'zimiz og'dak bir kun bo'lsa, farzandimizni xijil qilmasak, shularmi balasining ishi bilan bo'lsa, mana bu qonuniyat bilan bo'g'ashqa jamiyat jahon taraqqiy qilmaydigan. Agar farzandlar mayli qanday bo'lsin, otalar bilan bo'lib ketib farzandlar kor bo'lmay qolsa, balkim bu jahon ta'tirib qilishi mumkin. Shunga shu otalarning ko'ngli mayli sabablik, mayli sababsiz bo'lsin, farzandlar biz bilan bo'lsin degan bir kunga qolmayli degan mavqeda.
Shu ma'noda shoir mushuni yozibdi. Abi aytganti shu o'sha. Bu naqshni burun olgan jiq aldık. Bak ahang shunchalik yaqin, shunchalik yoqtirib anglayman. O'sha kelganda bir qism bu qildi. Akram akamning umri oxirida eng oxirgi ijodiy ahang shu. Buni ayt yaxshi bo'ldi. Men aytgan bu naqshni. Akbar Ahad balkim boshqa bir kimdan o'rgandingiz? Siznikini nima Abdurishtikamniki ikkisinikini? Aralashtirib olgan bir masalam bor. Bu bizningki Janubning nimasi bor. Turqi. Shivisi bor. Ahangdim shivi bo'ldi-ku. Shunga o'xshash Janubning shivisi bor. Xo'p, mana hozir Janroqga. Dilshod apandim bilan men sizga qarab turyapmiz. Dilshod apandim. Kaç şimdi. Ommabop naqshlarning o'sha hozirgi zamonaviy naqshlarga qanday piyingiz bormi? Ommabop naqshlarga qiziqman. Lekin shu o'zimning bir ojizligim bor, o'zim bilib turadiman. O'zim zot qaysi yo'nalishda mangsam bo'ladi, shuni uzundan beri o'zim bilanmay kelayotgan bir masalachu. Siz aytib baqdingizmi bo'lmasa? Bu aytib baqdim nechira. Qaysi naqshni aytib baqdingiz? Sizning kimda yo'qlab turgan ota-onangni degan naqshingizni nima bak anglayman, aytdim ham sahnalarda yurtlarda. Ammo Dilshod Raydin akamizniki bulbulum yana bir bog'van degan naqshlarni shunchalik yaxshi ko'rib aytimiz ham anglaymiz. Tushunishli bo'ldi. Tushundik. Endi sizga hozir ikkimizdan birini tanlash huquqi berildi. O'zingizni to'xtatib olib. Sizning tanlashingiz? Mening tanlashim Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozor programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Mening tanlashim Abdurrahim akamizni tanlayman. Yaraysiz Akbar Ahad. Siz erlarga xos esil ovozingiz bilan dongli shoirimiz Abdurrahim Abdullaning marhum kompozitorimiz Akram Umarning yana bir qitim esimizga soldingiz. Har kim tilaklariga yetgan. Sizning san'at yo'lingizdan texnik dog'dan bo'lishi bizning tilakimiz. Mening ismim Rizvangul Davud. Men Pichan naisidan keldim. Hozir xizmat o'rnim Pichan naili kiroran naqsh teatrimiki. Mening qiziqishim bo'lsa naqsh etish, usul o'ynash. Bu qitim programma qatnashishdagi maqsadim o'zimning naqsh etish jihatda qanchalik darajada ortiqchiligim va yetarsizligim borligini bilib chiqish. Men bu qitimqi musobaqada yaxshi natija erishish uchun cho'qim tirishman.
sarqılğan qolun bağlardan gül üzdi kimlərgə ata aqida mehrimni sarqılğan qolun bağlardan gül üzdi kimlərgə ata Əsligim yox mənim aşo günləri Kütməyəm səndən muhabbət Qədrimni xor qılmay yaşayman bilsəm Qaldırıb mən sana məngülük nəbirət Qədrimni xor qılmay yaşayman bilsəm Qaldırıb mən sana məngülük nəbirət Qədrimni xor qılmay yaşayman bilsəm Mən sana qaldırıb məngülük nəbirət Assalamu alaykum ustozlar, tövəndə oturğan barlıq tamaşaçılar hamınızlara otluq salam. Mənim ismim Rızvangül Davud, özüm Piçan nayisindən gəldim. Hazır Piçan naylik Kiroran Naqsul teatr ömründə naqşı kəsb bo'yicha xizmat qilyapman. Yaxshi. Biz nayiti az bir narsani saqlab qoldik. Ammo uningdan burun Nurnisa xonim chaqqan keldi. Mən burundan xalq naqshisi aytdim. Shu. Muqam xalq naqshisi aytdim. Bu ambibop naqshini aytishim tunji qatim. Bulmuş Nurnisa xonimning naqshlarini bek yaxshi ko'rmamiş. Qiyofatimni Nurnisa xonimning qiyofati bo'yicha chiqqim keldi sahnaga. Vay. Shundoq go'zal. Rahmat. Men ustozlar abiyatan dedi haqiqatan endi sizning ovozingizny qabul qilinmaganlarmi bor ustozlarning ichida ba'zilari yapaloq ko'rdi. Bu yapaloq ko'rishidagi sabab yoqtirmasligidagi sabab bu yoqtirmaslik emas, qabul qilinmaslik degan gapchi. Siz mening naqshamni aytganligingiz uchun o'rilgan ish emas, lekin sizning xalq naqsini aytib, mana men xalq naqsini aytaman deydiganlar ovoz ekanchi bu. Shuni bayqab oldik. Shunchalik bayqab oldim men. Bu ovozingiz shunchalik chiroyli xalq naqsi ajoyib tushdi bizning Uyg'ur xalq naqshlarimizga. Bak bab keladigan ovoz ekan, lekin mushuni yana siz ommiy babga so'rab akirib tirishibsizchi birinchidan. Ikkinchidan sizningki ovozingizda bir mehribonlik, bir narsa bor, yurakka tegadigan bir yer borchi. Shunchalik ta'sir qildi. Endi men siz mening naqshlarimni yaxshi ko'rgansiz, hatto qiyofatlarimdan tortib, men o'zimningki mushu kichik vaqtimda ko'z oldimga keldi. Sizningki simaringizdan ama özümden küçük vaktimde kördüm. Sizge köpten köp rahmet. Meni şunçilik qo'llab berganingizga. Hem men özüm yaxshi ko'radigan Mengülük Nefret namlıq bu naqshiningki tekstini Chimengül Avut yazgan. Bu naqshi bek chiroyli, yaxshi chiqqan naqsha. Özümni yaxshi ko'raman. Siz mush naqshamni aytganligingizdan shundoq xushal bo'ldim. Hem tevekkül qilganingizga rahmat. Xalq ahadagi naqshlarni aytimiz. Ma'nog'imi bo'ladi ekansiz. Hamda mushu ustozlar degan asosli taraflaringizni, kamchiliklaringizni mana men o'ngshab xeyli bir yergacha opiraman sizni qarab tursin. Qanday bo'lamdi? Rahmat. Bo'lamdi ustozlar. Ovozingiz o'zingizga o'xshashi chiroyli ekan. Hissiyatmi shunaqda joyiga tushdi. Lekin afsus, ovoz tusingizni men degandek qabul qila olmay qoldim. Sonra ben ailene burlay degan timchu. Degan men oilanima deb degan. Nurisa unmadi.
Talashmaylı dedim. Yok, mınak gitti zaten. Ben vey urumsa mınak gitti. İşittim şeylerini to'g'ri. Ras ustozlarning degan intayin to'g'ri. Ovozingiz rasmiy xalq naqshi aytganda biroz ovoz sal yaplaqroq bo'lsa bo'ladi shu xalq naqshlari tushidimda adabi avjilari yuqori yerlari jiq qo'ygandik uning xalq naqshini. Ammo ombop naqshiga ovozingizni xalq naqsh etish uslubidan azroq tortmasangiz mayqa. Menimcha xalq naqshi esimi bo'laverdi bu qiz. Xalq naqshi bo'laverdi. Ammo bir naqshchi qarang. O xalq naqshi aytamda, ombop aytamda, go'zal ovoz naqshi hammasi uni ditiga bog'liq narsa. To'g'ri. Hammani qila oladiganlar bor. Güzel avazlı metodu, amubab metodu, xalq naqshi metodu, klassik metodu, muqamli metodu, xansuvchi, u chattalchi hammani aytadiganlar. Albatta. Faqat ombop esli xalq naqshi aytqinolmaydi, xalq naqshi uni aytqinolmaydi degan ish yo'q. Aytamig'ini iqtidorining kam ekanligi. Shuning uchun cho'qim tirishing, ovozingizni bosh ombop naqshi tarafga aytgancha sal tassingiz. Nurlisa xonim bu yapaloqchilikni o'ngshab ketadi. O'ngshab ketimi? Suyimlik, chiroyli qiz keling anda bo'lsa, keling. Muborak bo'lsin. Qadimki Kiroran bugungi pichanning esim naqshlari bilan kuylab kelgan Rizvongul Davud bu lirik naqshini yuqori mahorat bilan o'rnadi. Rahmat Rizvongul. Pichan xalqiga salom ayting. Yig'ilmang. Oy! Muborak bo'lsin. Birinchi darajaga erishgan mahirimizni Kamran buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran savdo-cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tibar savdo-cheklik shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Men El oblasti G'uljinoyisidan keldim. Ismim Adlikim İsmail. O'zim G'uljinoylik san'at maktab naqshi guruhida. O'zimning yaxshi ko'rdiganim muqam, xalq naqshisi, odatga ommabop naqshlar. Endi mening bu yerga kelishdagi maqsadim o'zimning naqshi etish jihatdagi saviyamni sinab beqish, yana birisiga shu o'qituvchi ustozlarning yaxshi fikrlarini anglash. O'zimning shu xalq naqshisi, uning ijodiyat naqshlarini yaxshiroq uslub bilan o'rindab chiqish. Alavettin capaniye köpkürde turmuşta İradesiye gelmez Yakş durmuş kuruşta Bekme mahir hatta ki yar kımlını uftuşta Yargı sadık hemrah Boluduğun erleba O beriyedu turmuşka Hoşallıklı, şatlıklı O ataydı hayatka Güzellikli, paklıklı Özü saksız bulsun Sana tilep saklıklı Hayatın gül yüzü
O'zi sening turmushing Xo'shal bo'lmas, shodlanmas Ersiz hatta hayotga Yeni kadem taşlanmaz Ersiz hatta hayotga Yeni kadem taşlanmaz Turmuşunda bürküt bu ömür vayet yarlanma Külpetlerde batur bu Çıkıdığan erleba Külpetlerde batur bu Çıkıdığan erleba Assalomu alaykum muhtaram ustozlar. Assalomu alaykum hurmatli ko'rganlar. Mening ismim Ablekim İsmail. O'zim Il oblasti G'oljin ayisidan keldim. Ha, il oblasti o'zi G'oljin ayisidan. Ish o'rningizmi ashadimi? İş o'rnim G'oljin aylik naqsh usul san'at umikda. Ha, kasbiy naqshchi. Naqsh usul umigida. Dilshod apandim, siz qanday deysiz? Naqshsul umid o'qadikin meni qishim ke deymi? Talish bosqichiga o'tib ketgan gap. Ya, ba'zilar ashta oldiroqsan keldi-chi. Va erlaba degan naqshi bu uzun bo'lmagan naqshi. Yo'q, hech kim aytmag'an degan men tunji yetishim. Shu men qarasam shu yangi naqshidan qilib turdi. Shunda oldimmi buni? Bir oldim. Riyad og'ilgandekmi? O'tirishlarni etmadingmi? Bu naqshlar yaxshi yozilibdi. Hozirgi shu vakillikmi ilida chiqayotgan ijodiyat naqshlar. Va il ijodiy ahanglarning birisi ekanda, shunaqa tekismi undanki. Ham tekisni naqsh aytganda men demoqchi bo'ldim tekis deb qolmadim. Tekisni aniq chiqarish bu bir naqsh aytishdagi bir texnika. Ba'zilar naqshning puroq shivlari ahangni chiqarma deb tekisniga aniq chiqmaydi. İmdat qilib anladim. Bu yerda biroz texmo tekisni qanday ba'zilar tekisni aniq chiqarma deb chaynab yomon oldiga chiqib qo'ydi. U bo'lmaydi. Ahang bu shundaq melodiyasi shunda chiroyli o'rlansa, tekismi aniq anglansa, texmo yaxshi bo'ladi. Naqshni nayt yaxshi, mukammal, yaxshi o'rlandingiz ekan. Endiki iş, dağladım sizni. Ben işbek yolga adileşkimiz birinci kıtım kelişimiz. Ne demekçi Peş kademle. Ama Burma'nın Nurisa, Abdullah'la Nurisa peş kademçi. Bunlar ikinci kararlarımdı. Bu mayırga toymaydıkken bunlar kesli ev aldı. Mayırlarını bizge ötüp verenler de. Ya çatak yok. Çataq yo'q, lekin Endi mavo naqshning ilqi o'sha chiroyli naqsh emasmi hozir hammamizga yaradi-ku. Unda bo'lsa bu yangi naqsha, yangi paytda sahnaga chiqayotgandan keyin bizning ijodiyatchisi bilan tekst yozuvchi shoirning ismi nima deb bering. Bunun tekstini Turpoyizlik va Ag'inam va Musajon Osman deb. Men bilan tang. Shu Ag'inam yozgan, muzikasini o'zim ishlagan. Voy. Yaraysiz. Başarıqı yok ki. Adetaten birini müzan çevetken mesela bırakıldı sağlamaz vakti. Onun siz ijodiy naqshlarni aytmoq tez, hech qanday ulgu yo'q o'zingizningki puroqlari, hissiyotlari bilan birlashtirib, shundoq bo'libmi cho'ng sahnalarga kelib chiqmoq, bo'libmi musobaqaga tushmak texmi tez. Men bu ro'yingizdan ta'sirlandim. Rahmat mana. Shuning uchun mening gruppam kirang. Quruq rahmatga bir nima kelmaydi demoqchi. Olcuğun görüşüp kalmış, set turcuma menga. Ömekde naqshi kasbi bilan bo'layotgamsiz, yana boshqa Men o'zim endi bir 2 yil bo'lib qoldi. O'zim maktab o'qish nimam endi to'liqsiz ma'lumotlikda, jamiyatda, restoranda, shu klublarda naqsh etish orqali shunga g'o'ljiga borgandan keyin bir 2 yildan yaqin
hamma bolaning ovozi bo'ldiki deb taklif bilan o'sha naqsh gruppasida ishlayapman. Unda olsa biz vaqtni o'tkazmaylik. Endi mau 4 muallim ixtiyor qildi. Endi hozir ixtiyorni sizga beramiz. Mushu muallimdan ko'nglingizga kimni fikr bo'lsangiz, faqat tatinmay, biz sizning yuziga qanday qarab, Dilshod apandim degan gapmi, yolg'on gap bu. O'ljuda ko'rishib qolamiz degan gap shu yolg'on. Ha, qo'rqitib o'tadi, ashla qilib ammoqchi sizni. Og'isi bor lekin, og'isi bor. Ovozingiz yaxshi-ki. Teximiz siliqlab, teximi yorqin qilib, bundan keyin Jipak yo'li sadosining necha qaror, necha bosqich musobaqalarga elib boramiz deb 4 muallim o'tirdi. Siz hargiz ishkilanmang. Odila qizdan boshlab cho'ngimiz Dilshod apandimgacha sizning o'zingizdan chiqa oladigan qobiliyat bor va yoki tayyorlik bor. Masalan, boshqa naqshchilarni anglab qolsa bo'ldi. Odila sepimizga yangi kirdi. Bu qatimqi ikkinchi qaror musobaqada muallim bo'lib o'tadi. O'zi hozirgi zamon Uyg'ur ommabop naqshlarini aytib, ijod qilib o'tirsida bizning qarindoshlarimizning qalb to'rida bo'lib o'tadi. Ammo uning ijodiyat gruppasi, uning atrofidagi qo'shuni mayli milliychi bo'lsin, hatto muqomgacha yetaklash iqtidoriga ega bir mukammal qo'shin. Biz shuning ishimiz singlimiz Nurisa xonimning ifodasini oldin qarordik musobaqadan ko'rdinglar, nurg'un naqshchilarni yetishtirib chiqdi. Men mutrishima siz endi oxir qarorni o'zingiz chiqaring. To'g'ri, Abdulla akam to'g'ri deydi. Balkim men sizningki mush xalq ovozingizni rok qilib chiqarib o'tishim mumkin. Ayshamgul degan naqshamdek aytib qilishingiz mumkin. Agar shunaqa ishonchingiz bo'lsa, bizning guruh siz uchun yo'l ochiq. Menimcha sizning ovozingizni o'zgartirishning hojati yo'q. Mening guruhim keling. O'zgartmaysiz ovozingizni, mush ovozingizni saqlab qolsiz, lekin uslubingizni o'zgartib qo'yishim mumkin. Menga kelsa hamma narsa bor. Hurmatli o'qituvchilar, endi men sizlarning hammanglarning naqshini undan bilaman. Bo'libmi Dilshod Raydin akamiz, Nurnisa akamiz, Abdulla Abdurim akamiz bular endi bizga nisbatan ko'ni cho'lponlar burundan tortib xalqning yoqtirishiga erishib kelayotgan endi Odila ma'lum bo'lsa yaqinqi 7-8 yilning yoqi o'zining endi yashayotgan bizdan ya bir ishga cho'ng bunday qilib qilishi mumkin. Endi lekin har qitimliq naqshni olsam bir xil yuraklarim jig ketadi. Naqshlar haqiqatan yaxshi ketadi. Chiqib qoldimi natijasi? Shunga lekin bu Odila malning uslubidan naqshini aytdim, men unchalik aytib ketishim. Men sizning uslubingizni o'zgartirma demedim. Lekin biz bir yangilik qilib baqaylik dedim. Mush ovozingiz bilan, mush hissiyotingiz bilan. Haydamayli, men balni bir narsa o'ylayapti, besh aylantiryapti. Dal o'ylayapti degina. Dal o'ylayotgan narsani qaytaryapti. Shunda qarasang dal o'ylayapti. Ya, abayqa o'yingni tura. Yili men chiqib kelay, bosh o'yi chataq chiqsa yana. Sen chiqsang mayli. Xo'p, ko'nglimga bir ma'lumni pukib kelgan. Ko'nglimga bir ma'lumni pukib kelgan. Ha, yaxshi. Gapni qilmasam bo'lmaydi. Endi mush Dilshod Raydin ma'lumni. Erlarning vazifasi, yuki, burchi haqiqatan intayin. Ammo erlarimiz vatan, xalq, oila farzandining farzand oldidagi burchini ado qilmoqda. Rahmat sizga Oblikim Ismoil. Sizning naqshlaringiz 20 yildan beri xalqimizga tonish. Texmi nodir asarlarni ijod qilgaysiz. Voy, muborak bo'lsin.
desem umap Şenmem vay sözümge Mini bunca kıynıma ay göründü vay gözümge Göydüm desem umakkız İşemem sen sözümge Göydüm desem umakkız İşemem sen sözümge Meni bunca kıynıma, kıynıma, kıynıma Ay göründüm gözümge Yüreğimnin sözünü İshaklayın akşamda Yüreğimnin sözünü İshaklayın akşamda Şunda küy geçken, küy geçken, küy geçken Olmayım ben akşamda Göydüm desem umakkız İşemem sen sözümge Göydüm desem umakkız İşemem sen sözümge Yüreğimnin sözünü İshaklayın akşamda Yüreğimnin sözünü İshaklayın akşamda Şığımda köy geçken, köy geçken, köy geçken Olmayım ben akşamda Şığımda köy geçken, köy geçken, köy geçken Olmayım ben akşamda Olmayım ben akşamda, akşamda Assalamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Barlık İpek Yolu Sadası'daki bizdenki hürmetli sazavar ustazlar. Şundakla Naq Meydan'daki barlık suyumlu kırındaşlar. Kemini Muhammedçe Ruzi Said'in hemmanlarga sığınışık salam. Esil. Özünüz nima xizmat qilsiz? Ben şu alamıqağı eliş birep satamıqağı şey. Arıq 2 tane çay bul deyip müşahede etmişler. Yaxshi. Şengül kadar kaysa müşahede yutulduk emas. Esil. Bizni xo'sh qilay deb kelibsiz-da. Xo'sh. Chiqinli tunishmaydigandek so'rashib ketdimi ya? Ya bu nima sabab bilan yo'q, nima sabab bilan keldingiz İpek Yol Sadasiga? 4 yilimiz o'rildi hozir hamda siz uchun. Siz nima qilmoqchi?
Ma balarni endi sen o'zing yashmisan bo'lmadimi? Mening uzundan beri ha bir muşudan nakşı aytanmasam mı nakşını doğrap bolsun bir şey gibi qanışıp baksam degan arzuyum var de. Şunun bilan muşu Yipek yolunu boylap mangan bizning sanat sepidagi nurg'un karvallarimiz vaqitsiz bizdan ayrıldı. Lekin bizning xalqimiz söygen, xalqimiz tanlagan, bizningki xalq töri, qalbi töridagi eng yuqori sanalgan ustozlar hamishaga tanlanib diken şuna men bu xalqim tanlagan ustozini men o'zimga tanlay deb keldim. Nihoyat yaxshi. Unda olsa Nur gruppasiga keling ha. Siz tanishsiz. İşte oltagan barliq ustozlarimni o'zimning qalbidagi eng yaxshi ustozlarim deb qalayman shunga. To'rtiliңlarni o'zimga ustoz qilib qilishinglar. Yo'q bir yagim olmayman. To'rtilisizlarga ko'ramiz. Esim, rahmat. Muhammadjon o'zi Serik Umigidi-ku. Bizning Sizlarni necha vaqtdan sildi bo'lgandiki, ya meniki kasimmi ya. Sen yaxshisi eslinga qayt. Ayni vaqtda sizning aytayotganingiz gitarni men chep sotmoqqa. Gitarni men o'tkizga. İntamini ish emas. Eng dastlabki muqam ansamblda ishlayotgan emasmi? Esling qaytyapti. Asli qaytdi. Muhammadjon bu ko'p qirliqi. Birga mayil ko'p qodir artist. Bu ko'p qirdi. O Serik Umigidi deb jursam bir vaqtda chorvachilik qilyaptimi-da? Chorvachilik qildingmi? Chorvachilikni qilib qo'ydik, ancha-muncha baqmachilik, bayular sen baqmachilik qil debdi-ki, shunga jaqroq baqmachilik qilib, shu jiq pul tepib xalqqa yaxshi usul nomerlarni sovg'a qilay deb shunga boshida pul topdi. Sanatchilik pul topib bo'lmaydi. Jonliq, jonsizlarning ichida faqat gap uqmaydiganni eshak deydi-ku. Ama gishab eshakka gap uqtiryapti juma mush bola. Uqtirdi. Yo'q, rost gap bu. Yaxshimisiz Nasriddin? Minilib butun jungoni aylangan desa bu. Yo'q, men rost gap. Shinjang san'at yurti Serik Umiginiki g'olliq artisti bu Muhammadjon Ro'sayit. Ro'sayit yozuvchi ustozimizni hammanglar bilsizlar. Katta arboblarningki o'g'li Naiti Kamtar o'zi. Bizning idardimi bizningki shunchalik hurmatimizni qildi, mishada o'tagan ustozlarning shunchalik hurmatini qiladi. Özü shunchalik bilimlik bo'lsa-mu, kamtarlik bilan odam chiroyli deb degan haqiqatan o'zimi kelishgan, shu sahnaga yarashgan, gitarlarimi garchisimi bo'lmasa-mu, shundan bir yarashgan. Bu kim deyman. Shu ya, shu chalolg'i adam ishlar. Bek esil, bek Başka balı bütün tarz bilen çaldı ben. Çelip etip no çoğu samada tört tarz bilen çaldım. Çandıvoy çaldı. Bugün ben bu şu nakşını tallap girişki asas sebebim. Bu nakşı aynı vakti dadam sahnedeki ay temisideki şiir. Bunun müzikisini merhum Nurmehmet Said gelmişti. Tekisi dadam şunu nakşını merhum Ahmetcan Mehmet'imin orulluğa. Demek şu bizim Yipek yoldaki mana şu karvallarımız, 3 karvan bizden vakıs ayrılıp kaldı. Şu sebepten, aynı şu sebeple bu boğan bolsa, belki şu onda oruladı mı? Sizler bilen tembille, nurgun okuyucularını terbiye işi mümkündür. Şuna hemeninki ahirki demem, talebim, arzuyum, Yipek yolunu boylap, nurgulgan karvallarını özge ergeçtirmeye vatkanmış da tört ustazdan ki ömür uzun bolsun, harmagayısla, tekima yaramlık mayıslarını yetiştirip, bizimki Uygur diyarımızın medeniyeti için köplep de şuna çeldilimde tilekleşmemiz mühim. Yipek yolu için özünün tirişçanlığı ve arzu söylemiş Yipek yolu kelgen her bir kardeşimiz meyli senden çıkıp geçsin ya ki tanılıp beni yeversin. Bu sahneye çıkarken ular bizim bağlı halkımızın kalbine bir çaknagan çolpan. Rahmet. Rahmat. Selamet olunlar. Sizlerdeki vaxtınlarını elip bırakmışım. Buradan çarçap getirip, buradan hoş kılay deyip sizlerine. Ya tabii çarçap getirip. Rahmet. Sanat yolunda yana yaxshi natijalar Xalqimizga kulki ato qilib kelayotgan bu yosh o'g'lonimiz bizga xushallik elib keldi. Muhammadjonning qizg'in hayotni suydigan jo'shqin xarakteri yoshlarimizga ulgu bo'la oladi. Esil. Muhammadjon Ro'sayit. Chavak. Men ismim İftihar Elshad. Men Korli shahridan keldim. Men 6-o'rta maktabda müzik o'qituvchisi. Müzik uslublarim bo'lsa, reggae, rap, R&B, lekin ommabop Uyg'urcha naqshlarni yaxshi ko'raman. Mening bu musobaqaga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, bu musobaqa orqali nurg'ulg'an müzik so'yar qarindoshlar bilan tanishish. Undan keyin men umroh bo'lgan muallimlar bilan tanishib, ularningki men bo'lgan fikrlarini o'zimga qabul qilib, o'zimni teg'imi olg'a ilgirlash maqsadida qatnashdim.
Gülşenler ara buyungni gördüm Agip bitelme işkında köydüm Gülşenler ara buyungni gördüm Agip bitelme işkında köydüm Aşu gülşende oynasam gülsem Live yar bilen bir bulup yürsem Aşu gülşende oynasam gülsem Live yar bilen bir bulup yürsem Yar 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 Abadari Yar 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 Abadari Visal derdide Küyüp kül boldum Sen için nigar yıkıp su boldum Visal derdide Küyüp kül boldum Sen için nigar yıkıp su boldum Aşu gülşende oynasam gülsem Live yar bilen bir bulup yürsem Aşu gülşende oynasam gülsem Live yar bilen bir bulup yürsem Yar 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 Wabadari İsmim İftihar Elşat, Korlu şehrinden geldim. Ben bir müzik o'qituvchisi. Yaxshi, yaxshi. Baş ağrıqı yo'q bola ekanmi? Baş ağrıqı yo'q, ma'lum bo'lgan ekan hammasini o'zi. Ha, bir taraf qilib. Ha, yaxshi, yaxshi. Ovozingiz shundoq yangroq. O'zingizni xil qo'yib etdingiz naqshida. Balkim buningdan betarroq qo'yib etishingiz mumkin edi, ha? Shundaymi? Sal jiddiylashish bor. Ha, shunda bo'ladi. Hammamizda jiddiychilik bo'layotdi. Dilshod Raydin apandimmi birinchi bo'lib sizningki ovozingizni bayqab oldi. Anandan keyin Abdulla akam men berib kelaymi desam, berib kelang dedi. Shuning bilan oldingiz qarab o'tiribdik mana. Rahmat. O'zingiz qanday arzu armonlaringiz bilan keldingiz? Bir anglab baqaylik. Mening bu qatimliq Musa qatnashdiki, maqsadim bo'lsa shu o'zimniki mana shu muzikaga bo'lgan qiziqishimni o'zimniki shu necha yilning yoqi muzikada o'rgangan tajribalarimni teg'imi yuqori ko'tarish uchun shu sahnaga keldim. O'rganish uchun degini? O'rganish uchun. O'rganish uchun. Xo'p, shu bayqi gitarni kim chapadi? Gitarni meniki do'stim ham savoqchim ham yurtdoshim Husanjon Kerem. Husanjon rahmat deb bir. Chiroyli chapdi gitarni. Do'stingizga rahmat. Rahmat. Sizning bu naqshni erkin ozod etishingizga fursat shunday yaraldida. Shu naqshi etishga boshlig'lik qanchalik bo'ldi? Men kichigimdan qiziqdim. Beshida hamda hansi naqshini o'rganib anandan keyin universitetga borgandan keyin Uyg'urcha naqshim shu Husan Kerem do'stim bilan tang Uyg'urcha naqshlarni qaytadan başladım. Şu hanzucha naqshlarni ko'proq o'rganib, ashuna melodiyalarini o'rganib qilgan qissa bek boshqacha bir xil his tuyg'u bo'ldi. Qanday desangiz, bularning melodiyasidimi alohidaligi borchu. Shuning uchun naqsh aytishdimi, siz bir o'zingizga tushliq uslub yaratyapsiz. Rahmat. Dilshod apandimmi bayqavatdi, sizning ishqiz gapingiz bor, haqiqatan o'rilgan ekan ham shundaymi?
Öyle koyup yakmasıyla yok ketanlar. Boshda men o'rilsam gap davomlisini qilib deb. Ha. Avazınız yoğuruk genço. Bana begen birinci tuygu. Avazınız şunçilik yoğuruk. Nakşının bir şerti avaz buluş gerek. Siz avazınız yoğuruk ki. Ben tutuk mu da nimemez. Nati jaranlık yoğuruk. Kayakka terbiyesi şu yakın mağdağın. Ben de gitarını özü çilip itip atkan hoşadı bu balı deptine. Xatolaşmagan size? Resmi işkinla mesela gitar siz çip etken öyle git. Bir adam özü çip etken de kılaşında. Shundan maslashgan. Siz mi gitar çala alamsınız? Ya, azırak çalmaya lekin. U darajada emas. Açtak uygunun. Eğer bu şu nakşını özünüz açıp aldığın gitarını aşı teknik çelip muştak eğitalgamısınız bu teknik yaxşıltı da. Ama nakşını yakı ras avazlar, yalgan avaz birleşip itgayede. Baştan azırak ulaq. Ulaqda mesele var da. Ulaqda mesele. Lekin mesela jın avazlar chiroyli chiqdi. yalgan avazının ütüşmüsü çanmaslık gerek de şu. Aşağıda nahit teknik lazım. Nakşetkan belki çok teknik lazım aşağıda. Bu cihetin tırışın. Çatak yok. Menimcha bek payzi. Ben birinci öğrüldüm hem de. Ishqinlar 20 yil tarbiyalasanlar har qanday narsa ulib etkin bo'ldi. Adafka. Ulanamsan. Ulanamsan. Ulandoq ya. Kim ulaysiz da? Mana kim ulaysiz? Men ulanamsiz ya Nurnisa'mı? Ben men Nurnisa Basmal'ın. Vay, rahmat. Bu tepishmoqni tep bo'ldik hozir. Tep bo'ldik ha. Kelsin. Tepishmoq debinde. İftihar Dilshotning Nurnisa xonimning yetaklashi bilan texmi iftiharli natijalarni yoritishini umid qilamiz. Esil. Muborak olsun. Çav aka. Benim ismim Ekber Dani, ben Aksu şehirden geldim. Oğlan kesbim maliye buğaltırlık hazır keşke kılıplardı nakşa yetişil şoğulmatıma. Yaxşı kurduğu uslubum anılbap nakşılar. Bu programı kilişki məqsidim. Bizem tayarlıgan nakşını yaxşı orundap, ustazlarınki mayılığım kıldım. Gitar çalma Mungunu tenha Derizemdi Ayga kara Göz yaşları Makar menzimdi Sığınıma Yarsını oyla Göz yaşları Makar menzimdi Sığınıma Yarsını oyla Bırak ecelim Sen yok peşimde Şunca gamsız Yürüsen kayda Bırak ecelim Oylamak mıdır Bağlar ara Oynagan çağda
Cevap ver bana ey güzel nigar. Şunca demesiz yürüsen kayda. Cevap ver bana ey güzel nigar. Şunca demesiz yürüsen kayda. Ayrılışını oylamakmıdır bağlar ara oynayan çağda. Ayrılışını oylamakmıdır bağlar ara oynayan çağda. Bağlar ara oynayan çağda. Assalomu alaykum, men Aqsu shahridan kelgan Akbar Dani bo'laman. Kasbingiz? Moliya buxgalterlik. Moliya buxgalterlikdan xili yaxshi naqshlar chiqib qelyapti-mi bu yil? Ha. Aqsuning o'zida. Akbarjon boshda kirgan vaqtida qalaymi qaraq kirib qoldi-ya bu narsa. Shu yerda qattiq umidsizlangan. Men asli oqsiq bag'anda bu ovozning boshqacha bir alayidligi va ovoz ekanligini uqdim. Ammo o'zining ma bo'ytirqiga o'xshamaydigan ovozi. Bu nayt yaxshi bo'ldi. Naqshingizning o'ttirdan boshlab yuqori tarafi deb ravalliq bor. Asli o'zingiz ishlagan naqshmi bu? Yo, burun kichigimdan yaxshi ko'rib anglagan naqshamda. Burunqi naqshimki? O'zgartganmi? Ozroq o'zimning uslub o'xshab. Xo'p. Chiroyli chiqibdi. Bo'pti. Mushu keyin oxir qismida aks ettirgan ovozingizni saqlab qilib, biz yana keyingi musobaqalarda shuni joriy qildirib baqayli. Hozir men aylandim, boshqa ma'lumlar aylanmadi. Shuning biz ham talash tatish qilmay, bizning malik kelsangiz bo'ldi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ana, naqshi deganni har kim, har kasbdagilarmi yaxshi ayta olmaydi. Bu yigit buxgalter bo'lsa-mu, naqshi aytish saviyasi xeyli yuqori ekan. Abdulla ustozning tarbiyasi bilan yangi sharaflarni qushqaysiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopen texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Abida Suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopen texnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. İsmim Azmat Ahmad. Urumchidan keldim. Xizmat o'rnim bo'lsa, Urumchining Uya Basotning ishchisi. İsmim Azmat Anvar. Urumchidan keldim. Hozir Xinjiang qatnash kasbiy texnikum universitetida o'qituvchi. Biz yoqtirgan uslublar amibop naqsha va lirik naqshlar. Bizning bu qitim program qatnashdagi maqsadimiz o'zimizning bir sinab beqish ham ko'plagan bilimlarga ega bo'lib, o'zimizni tushunamiz. Baxtlikda ish qilamsan o'zingni, aşkınından tangda bir tüp ko'zingni. Baxtlikda
his qılamsan özüngni aşkınımda tangda bir cüp közüngni men kirmisem tushimga yar bolmasam qishimda yolg'iz kecha sig'ingandisan meni men kirmisam tushimga yar bolmasam qishimda yolg'iz kecha sig'ingandisan meni baxtlikda his qilamsan o'zingni o'tdi yana qor yog'magan qishlarim derizamda qoldi tanham umrim o'tdi yana qor yog'magan qishlarim derizamda qoldi tanham umrim kuyligimga kelmaydikan men kuyganam gulzorim oh yolg'izlikdan qo'rqaman doim kuyligimga kelmaydikan men kuyganam gulzorim oh yolg'izlikdan qo'rqaman doim oh xiyollarim mening hamroyim kelgin kelgin qishimga kelgin oh yolg'izlikdan qo'rqaman doim kelgin kelgin qishimga kelgin xiyollarim mening hamroyim oh yolg'izlikdan qo'rqaman doim oh yolg'izlikdan qo'rqaman doim Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Azmat Ahmad. Urumchi neft ximiya bas zavodidan kelgan bir atishchi. Mening ismim Azmat Anvar. Men Urumchida Şinjan Qatnash Kasbiy Texnika institutida o'qituvchi. Ha, ishinglar xil uzoq bo'ldimi hamkorlashganinglarga yoki? 8 yilning oldida ikkimiz birga hamkorlashib maktabda o'qitganlarimizni naqsh etib boshlagan. Ardından 8 yilda oliy maktabga o'tib xizmatlanish şeyleri bilan üzülüp qilib hamda mush qitimda yana birlashib qayta o'qidik. Ha, hamkorlashish bek yaxshi. Akkord qismini qaysanglar oldinglar? Almışmı? Almışpa. Ha, lekin ishinglar akkordga bek yomon kelsizlar. Hamda naqshi tanlash jihat kelgan chaqda, lekin ishinglar akkordga bek yomon kelsizlar. Hamda naqshi tanlash jihat kelgan chaqda bir qiyinlik darajasi sal bir azroq vaqiraydigan, partlaydigan bir ya bo'lganlar bir qo'shib etgan bo'lsanglar, biz 4 yil ustoz sizlar uchun o'rildigan holatdagi shu hamkorlik bek yaxshi ekan-ku sizlarda. Sizlardan faxrlanib qoldim, lekin bugun garchi tanlanmagan bo'lsanglarmi, biz sizlarga fursatni beramagan bo'lsaqmi, ammo sizlar shu hamkorliginglar uzilib qolmasin. Mening umidim shu. Rahmat. Guruhning ismi nima? İsmi bormi? Ismni biz başta o'ylashmagan, lekin keyin bir mezgilning oldida o'ylashgan to'q. Aslim gruppasi deb qurgan. Aslimi? Chunki biz endi burunqi xalqning unutilib ketadigan naqshlarni qaytadan qezib chiqib, ikkimiz akkordlashtirib, endi tabiiy birlashsaz ovoz, tabiiy ovoz bilan ham akkord qo'shib shularni naqshlarni etib chiqildi deb o'ylagan. To'g'ri. Yaxshi. Qaltis ma planinglar bek qaltis o'pdi. Rahmat. Chunki biz endi burunqi xalqning unutilib ketishidan bo'lgan, unutilib ketadigan naqshlarni qaytadan qezib chiqib, ikkimiz akkordlashtirib,
hamda tabiiy birlasaz ovoz, tabiiy ovoz bilan ham akkord qo'shib shundan naqshlarni aytib chiqildi deb o'ylagan. Endi shu. Yaxshi. Qaltis. Ma planinglar bek qaltis bo'pti. Yaxshi naqshni tanlabsizlar. Lekin shu Abay Nurisa adam aytgandek, shunday qiyinlik darajasi yana biz yuqori olib ketganmiz sizlarning kim shu ichinglardan portlab chiqqan bir hissiyatni bir anglab olgan bo'lsam, o'zinglar ko'rib turibsizlar. Mayirlarninki hozir saviyasi intayin yuqori ekan, biz qattiqroq talab qo'yib qoldik. Bu naqshiga agar yanimi yangicharoq qilib R&B uslub qaytayotgan bo'lsanglar, tig'im tatliq chiqarkan deb o'yladim. Lekin ishkinglarning bir-biringlarga mossizchanligi, akkordlarni ilishinglar haqiqatan past o'tirib shunda hozirlanib ketdim. Hammamizga shunchalik yoqdi naqshanglar, yiqimliq chiqdi. Afsus. Rahmat. Qattiq talab qo'yib qolganligim uchun o'rlamay qoldim, kechiringlar. Men bu davomli mush ish bilan shug'ullanaman. Bizda hozir gitara olib ketdi. Bir dod 5-6 çalımız. Aytaq akkord chiqib naqsh etdim. Sherikim bor Tursun degan. Ha, bilamiz. O akkord chiqarishga bak usta. Ben asosiyat melodiya aytmay akkord etdim. Ishimiz sizlar bayat degandek, shu burungi zamondagi bizning kichik vaqtlarimizdagi zamonaviy naqshlarda shularni aytyapmiz jiqiyalarda. Ularni yana jiqonlarga odamlarni aytib. Sizlar bosh taqibsizlar. Endi uni bunday o'ynashga bo'ladi. Kasetini chiqarib, anglaganga shunday yeni. Bizlar naqshlarni shunday g'oziraldik. Gap yo'q, nayt g'oziraldik. Lekin men senda raqobatchi vada. Gitarlarni ishqinglar, yana salmog'i ig'roq. Akkord qismi ig'iz qilgan, orliq keng akkordning. Gitar bo'lsa ishga olgan bo'lsa, texmo shu masaj pishag'an bo'lsanglar, naqshim masaj qo'ygan bo'lsa, qiyinlik darajasi biroz ko'tarilgan bo'lsa, vaqtida bo'ldi. Uni qila olasizlar mumkin, cho'qim qila olasizlar. Shunday qiltirishinglar. Mana naqshning salmog'i sal yenik qolibdi. Salmog'i sal yenik qolibdi. Bu shunday chiroyli yaxshi aytdinglar. Rahmat. Kechiringlar, o'rlamadik. Hop, inim asos melodiyani qaysilar aytdinglar? Oldidagi ikki kupletda bu etdi. Men akkordladim, keyindagi ikki kupletda men aytdim. O demak işte almış etdik ya. Menimcha sizlar bir ism qo'yinglar. Aslimi bo'lamdi yo qanday bo'lsin, bir ismni muqim qilinglar. Biz yana davomli aloqalashib qaranglar. Sizlarning sahnaga chiqishinglarga, o'yinlar qatnashinglarga izdanayli. Men Dilshod akam, Nurdisa, Adila, biz hammamiz mushta qatnashadigan o'yinlar bo'lsa, sizlar bilan aloqalashib, sizlarning musha talantinglarni, bo'pmi ishqinglarning ovozlari shuncha yeyishidiki emasmi? Uning ustiga burunqi koni askarlarga o'xshash. Jan yo'q degandek-ku, burun birga ishlab dikansizlar, aloq tashibsizlar. Sattash. Yana boshqadan qo'shilyapsizlar emasmi? Endi buni davomlashtiraylik. Ko'ngillardagi bu o't o'chib qolmag'achqa yana kuyib o'tibdi-ku. Buni ulg'aytaylik, bo'lamdi? Bo'ldi. Sizlarning guruhini ismini baldiroq anglashni umid qilamiz. Baldiroq sahnada ko'rishni xohlaymiz. Bo'ldi, bizim tirishimiz. Bizim tirishimiz. Rahmat. I promise you I'm always there. Yuqorida mana bu ishga xizmatning naqsini anglab o'tdik. Yaraysizlar yigitlar. Har ishinglar mahoratinglarni to'liq namoyon qildinglar. Musobaqa rayimsiz, ammo bu naqsha xalqimizga cho'qim yoqqisi. Yo'li sadasi, sevginin yok çevresi, boş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Boş avazlar seynası,
tağlar çok desin. Nur